Jason karantin bilan jang yana bo'ladimi? Bo'ladi, faqat u vesini tushirish kerak. Uniki 90 kilo, meniki 70 kilo. Mana shu 20 kilo ves bilan ham men tushdim tavakkal. Endi vesini to'g'rilasa, tushamiz. Shu odamlar Jason karantindan qo'rqqanidan yoningizga bitta qiz olib yuribdi deyishyapti. Shu gap rostmi? Nima? Odamlar Jason karantindan qo'rqqanidan yoniga bitta qiz telefonaytor olib yuribdi deyishyapti. Shu gap rostmi? Qiz telefonaytorga o'xshaydimi? Qo'rchoq. Qiz asli kim? Qiz bloger. Yoningizda yurishi sabab Shu kontent qilyapmiz. wow. Ijod. Ijodkor uxlayapti dedi. Hop, meni profilim manfaatli intervyu, sizdan ham manfaatli kontentlar, manfaatli videolar kutamizmi? Jason, kutamiz. Bo'yiga qarang qanaqa bo'lyapti, zo'r. Bo'laversin, intervyuda qarang. Yaxshi. Qarang, istoriya post narxi qancha? 500 stories, 3000 post. Hop, qizdan ham intervyu oling. Xo'p. Jason bilan nima sabab yurasiz? Buni bironta manfaati bormi sizga? Content olib yuramiz. Agar Jasonda shunaqa obunachilari ko'p bo'lmaganda ham birga yuraverarmidingiz? Yo'qdi. Shu krasavchiligidan, puli borligidan birga yurmasmidingiz? Voy, faqat shu krasavchiligiga yurmanmi shunda? Shu ham bor buni. Hada. Da faqat shu content, ijod, o'sish, O'zbekiston xalqimizga nima olib keladi? Manfaatli videolar olib kelishi. Ertadan ibratli video olamiz. Sizdan ham manfaatli intervyu, manfaatli videolar kutamizmi? Конечно, kutasizlar birgalikda. Rahmat sizlarga, ketgan vaqtlaringiz rozi bo'ling.